Assalomu alaykum mening qadri baland qadrdonlarim. Sizlarni Traktor Savdo kanalida ko'rib turganimdan yana bir marta bag'oyatda xursandman. Jigarlar, kuningiz xayrli o'tsin. Biz esa yangidan-yangi traktor reklamalar va texnikalarni sizlarning e'tiboringizga ko'rsatishdan bag'oyatda xursand bo'lamiz. Og'alar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan akamiz yozibdilar. MTZ 80 kultivatsiya sotiladi deb. Bu haqda ma'lumot berishdan oldin bir donagina like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, zero shu bilan mehnatimizni ozgina bo'lsa ham qadrlasangiz. Akamiz qoldiribdilarki, shu turishida ishga tayyor motor korobka yaxshi holatda debdi. Ko'rib turganingizdek rangi ekranda ko'rinib turgandek do'stlar. Balonlar это normalniy holatda. Jigarlar, bir donagina like bosib qo'yinglar. Narxini aytishdan oldin akamiz narxini 55 million deb qoldiribdi. Общий mana shu kultivatsiyasi bilan hammasi ichiga komplekt sotiladi debdi. Olaman deganlar bo'lsa mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Biz esa davom etamiz. Og'alar, ko'pchilik izohlarda ham qoldiryapti. T28 dan ham chiqaring aka, agar iloji bo'lsa debdi. Samarqand Jomboydan akamiz yozib qoldiribdilarki, T28 sotiladi aka, bitta cho'tkigina reklama qilib bering, shuni bir sotib olaylik deb. Bunga holati yaxshi deb qoldiribdi. Endi ideal holatda deya olmayman. Bu haqida akamiz ko'p ma'lumot bermabdilar. Og'alar, men qo'ldan kelgancha sifatli reklama qilishga harakat qilaman. Bunisini o'zlaring izohlarda qoldirib ketinglar. Shu reklama bo'ladimi? Endi men qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman, lekin o'zini egasi ko'p ma'lumot bermabdi bunga. Loviya dukki ham sotiladi debdi. Bunisi menimcha mana shu ekran yuzidagi telefon raqamiga telefon qilsangiz batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yana qanaqangidir reklama xizmatlari kerak bo'lsa jigarlar, shuni ham shu orada aytib o'tib ketay. Bemalol kanal opsiyasida Telegram qoldirganmiz. Telegramdan murojaat qilsangiz sizning ham texnikangiz tekinga reklama qilib berishimiz mumkin do'stlar. Bugun keladigan bo'lsak, narxini akamiz 45 million deb qoldiribdi. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Biz esa davom etamiz. Jigarlar, fermer akalarimiz uchun mini traktori dodasi, yili ham yangi, puli ham o'ziga yarasha, puli lekin arzonroq variantdan bo'lsin deganlar uchun variantni o'zi ham cho'tkisi bo'lyapti do'stlar. Bu mini traktorimiz sotiladi ekan. Namanganlik akamiz qoldiribdi. Yili jigarlar 2020-yil, holati a'lo darajada, motor korobka yaxshi holatda, to'rtta balon yaxshi holatda do'stlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini aytishdan oldin bir donagina like bosib qo'ying. Albatta narxini akamiz $3000 deb qoldiribdilar. $3000 deb qoldiribdi do'stlar. Biz qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilyapmiz, lekin qolgan ma'lumotlarni mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlaridan o'zingiz telefon qilib olishingiz mumkin. Balkim biz adashgandirmiz yoki egasi adashib $3000 deb qoldirgandir. Lekin narxi nisbatan juda arzonlik qiladi. Qarash do'stlar, qolgan ma'lumotlar ekran yuzidagi telefon raqamlarida. Biz esa davom etamiz. Og'alar, yana bir traktorimiz, aynan siz izlagan traktor. Oramizda fermer akalar yoki mana shunaqa narxi ham, yili ham normalniy bo'lgan traktor izlayotganlar uchun ajoyib variantdagi traktor do'stlar. Ko'rinishidan ham hammasi ma'lum bo'lib turibdi, lekin shunchaki bir rangidan emas, buni motor korobkasi yaxshi holatda ekan. Buxorolik akamiz qoldiribdi. Manzil Buxoroda ekan do'stlar. Rangi ko'rib turganingizdek, motor korobka, dokumentlarda muammo yo'q, motor o'chirilmagan. Do'stlar, buni balonlar keladigan bo'lsak, 4 ta balon yangi. Traktor nomi New Holland TED40 ekan. Endi bunisini menimcha traktorda, texnikada ishlaydiganlar juda yaxshi biladi, bu traktor qanaqa ot kuchiga ega, qanaqaligini. Qolgan ma'lumotlarni mana shu ekran yuziga telefon raqam turibdi. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Bu telefon raqam albatta o'sha traktor egasiniki. Biz osmondan olib qo'ymaymiz do'stlar. Buni yiliga keladigan bo'lsak, 2020-yil ekan. Do'stlar, narxini aytishdan oldin bir donagina like bosib qo'ying. Narxini $18500 deb
qoldiribdi akamiz. Agar realniy oladigan akalar bo'lsa, narxi yanada kelishiladi deb qoldiribdi do'stlar. Qani do'stlar, like bilan obunachani tars etib bosib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Jigarlar, Urgutdan akamiz yozibdilar. New Holland 404. Xo'p do'stlar, bu haqida ma'lumot ekran yuzidagi telefon raqamlarida. Ko'rinishi yangi emas do'stlar, bu olingan, u hech qanday haydalmagan. New Holland 404 debman do'stlar, uzr adashma, Lowell 404 ekan. Endi ozmoz adashmovchilik bo'ladi, buning uchun albatta uzr so'raymiz. Texnik xatolik bo'ladi yoki qandaydir adashmovchilik bo'lib qolsa uzr so'raymiz. Bu haqda o'zingiz izohlarda qoldirib ketishingiz mumkin. Qandaydir xatolik bo'lgan bo'lsa, imkon qadar to'g'rilashga harakat qilamiz. Endi biz ham insonmiz, adashamiz albatta. Do'stlar, buning narxiga keladigan bo'lsak, $11,000 deb akamiz qoldiribdilar. Agar realniy olaman deb telefon qilgan odamlarga albatta narxini yanada arzonlashtirib beraman deb qoldiribdi akamiz. Jigarlar, tars etib bir donligina like bilan obuna tugmasini bosib qo'ying. Biz esa albatta doimgidek davom etamiz. Xo'p jigarlar, biz davom etamiz. Qarshi shahridan akamiz yozibdilar. Mana shundaqa traktor izlayotganlar uchun, fermer akalar bor. Soqqani bosaman deganlar uchun yangi 2025-yil ekan. Buni nomini aytadigan bo'lsam, xo'p. Ya'ni buni rusumi DIN 504 ekan. Buni endi qisqartmasi bo'lsa kerak jigarlar. Bu rangi ko'k. Hozir yana bitta rangini ko'rsataman. Mana bu qizil rangi. Qarochi do'stlar, har xili bor ekan. Har xil rangidan, har xil rusumlisidan bor ekan. Akamiz telefon raqam berdilar. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilsangiz batafsil ma'lumot aytadi do'stlar. Bu traktorlarimiz 2025-yil, korobka, keyin motorlarga keladigan bo'lsak, muammo yo'q, birortasini hali ochilmagan. Do'stlar, buni dokumentlari ham o'z joyida, balonlari hammasi yangi holatda. Ko'rib turganingizdek boya ko'k rangini ko'rsatdim, bu hozir qizil rangi. Bundan yana bir nechta bor deb akamiz aytibdilar. Buni holati yangi deb qoldiribdi. Do'stlar, bu 50 ta ot kuchiga ham ega ekan. Menimcha shuni o'zi fermer akalarimizga anchagina ish bajarib bersa kerak do'stlar. Xo'p, buni narxini aytishdan oldin bir donagina like ni tars etib bosib qo'ying. Narxini 110 milliondan deb akamiz qoldiribdi. Bir nechta traktor bor. Birdaniga ikkita uchta olsangiz narxi anchagina arzonlashadi do'stlar. Realniy olmoqchi bo'lsangiz telefon qiling, narxi bitta olsangiz ham ishqilib arzonroq qilib beraman deb akamiz aytibdilar. Xullas do'stlar, mana shu ekran yuzida ko'rib turgan telefon raqamlaringizga telefon qilishingiz mumkin, ma'lumot olishingiz mumkin do'stlar. Like, podpiskani ayamang jigarlar. Biz esa doimgidek davom etamiz. Qani ketdik. Jigarlar, izohlarda ko'rib chiqdimki, bir ikkita akalarimiz yozibdi. Jizzaxdan ham bo'lsa traktor ko'rsating degan ekan. Mana bu traktorimizni bitta jizzaxlik akamiz tashabdi. Tez sotiladi deb. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlarini qoldiramiz. Mana shu ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Hammasi realniy, bizda hech qanday aldov yo'q. Faqat sifatli va yaxshi reklama qilib bersak bo'ldi. Qarochi do'stlar, buni narxini 25 million deb qoldiribdi akamiz. Endi realniy oladigan odam bo'lsa albatta kelishtiradi. Bu yog'i soz holatda, motor, korobka yaxshi, balonlar yaxshi holatda deb qoldiribdi. Bu yog'ini ko'rib turganingizdek endi. Jigarlar, biz davom etamiz. Siz esa like bosinglar. Aka, shu bitta traktor chiqaring. Narxi ham yondirib yuboradigan, yili ham yangi traktor bo'lsin deganlar uchun mana traktori dodasi. Bu nomi Lowell 304 ekan, rusumi. Namangan Chustda ekan manzil akalar. Ekran yuziga telefon raqamlari qoldirdik. Mana shu telefon raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Hamma ma'lumotni olasiz. Biz qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Xo'p, bir donaga like bosib qo'yinglar. Xo'p, 2021-yil ekan. Traktorimiz plugi chuzuli bor ekan, hech qancha ishlamagan deb qoldiribdilar akamiz. Eshiklari bor debdi. Hozir mana bu rasmda yo'q ekan, lekin eshiklari bor ekan. Qo'yib olsangiz qo'shib berib yuboradi, realniy oladiganlar bo'lsa.
o'zingiz qo'ya olasiz. Qolgan ma'lumot telefon orqali debdi. Orqali telefon qilishingiz mumkin bemalol. Do'stlar, buni narxini aytishdan oldin bir donigina like bosib qo'ying. Narxini akamiz atga $8,000 deb qo'yibdi. Motor, korobka soz holatda, 4 ta balon yangi holatda. Hattoki puluk chuzuli bilan berib yuboradi ekan. Agar oramizda fermer akalar bo'lsa, ajoyib maslahat, oborsa puliga arziydi albatta. $8,000 menimcha anchagina arzon. Do'stlar, like bosinglar, biz esa davom etamiz.